Azizalarim, bu barguzib barglarini yuvib, quritishga yoyib qo'ydim. Barguzib barglari shamollashda, tomoq og'riganda, yo'talda, oshqozon hazm yo'llarida va teri jarohatlarida keng qo'llaniladi. Yuvib, top-toza qilib quritishga yoyib qo'ydim. Bu yerda barguzib bargini yuvib, quritib, paketga joylab qo'yganman 50 grammdan qilib. Bunisi exinatsiya. Bu exinatsiya barglari va shu anaqa tanasi shoxlaridan olingan. Bu hammasi hovlimizda yetishtirilgan. Bu artishok bargini butunligi holi quritganim. Bunisini kofemolkadan o'tkazib, maydalab qo'yib qo'yganman. Bu artishok barglari jigar tozalashda, o'tfak va jigar tozalashda keng qo'llaniladi. Bargini damlanadi. Bu exinatsiya immunitet oshiruvchi giyoh hisoblanadi. Bular sotuvda mavjud.